Assalomu alaykum, hurmatli aziz facebookdoshlar, yurtdoshlar. Mana shu dam olish joylarida bilasizlarmi qanaqa fikrga keldim? Ancha payt Facebookda efir qilmaganligim uchun, ancha payt bir yangiliklar bermaganligim uchun o'sha avvalgi yangilik berish, psixologiya, psixoterapiya haqida ma'lumotlar berish loyihamni davom ettirishni xohladim. Psixoterapeutman, narkologman va asosiy ishlaydigan vazifam posttraumatik stress buzilishlari bilan ishlayman. Nima degani? Insonda ruhiy jarohat bo'ladi, Bu travma, ruhiy travma deyiladi. Mana shu ruhiy travma paytida insonni tashqi ichki hech qanaqa resursi bo'lmaydi. Qo'ldan ishlasa kelmaydi. Faqat o'lim bilan tikma-tik bo'ladi. Yoki juda ham xavfli holatga guvoh bo'ladi-yu, o'zi hech narsa qilib bera oladi. Qisqasi, birinchi simptom qo'ldan hech narsa kelmaslik. Yoki avariyaga tik boryapti, yoki yomon xabar eshityapti. Lekin o'sha yomon xabarni, yomon vaziyatni, yomon bir nimani hech qanaqasiga o'zgartira olmaydi. Qo'ldan kelmaydi. Mana shu holatda miya ruhiy jarohat oladi, Mana shu narsani stress deb ataymiz. Bo'layotgan voqeani o'zgartira olmasdan o'sha paytdagi ruhiy holatda bo'lishni biz ruhiy jarohat deb ataymiz. Ya'ni stressga chidolmaslik deb ataymiz. Stressga chidolmaydi miya. Mana shu stressga chidolmagan paytda qandaydir bir shok holatiga tushadi, stressni ta'siriga tushib qoladi. O'zini ojiz sezadi, muzlaydi, dunyoni his qilmay qoladi, qotib qoladi-da. Mana shu holatni posttraumatik stress buzilishiga olib keladigan osriy travma deb ataymiz. Osriy travma 6 soatgacha va undan ko'p davom etishi mumkin, 3 kungacha bo'lishi mumkin, 1 oygacha bo'lishi mumkin. Osriy travmadan keyin o'sha travmani asorati, ya'ni posttraumatik travmadan keyingi stress buzilishi holati keladi. Posttraumatik stress buzilishini simptomlari qanaqa? 3 ta simptomi bor. Bu повторное переживание, xuddi o'sha narsa yana bo'layotgandek bo'ladi. Bu избегание, o'sha narsa bo'lmasligi uchun harakat qilishni boshlaydi va 3-simptom gipervozбуждение. Endi miya har doim tonusda turadiki, o'sha travmani oqibatida jarohatlangan miya tonusda turadi. Miyani tonusi holati uyqusizlik bilan, kayfiyat yo'qligi bilan, juda ham asabiyligi bilan, juda ham jahldorligi bilan, juda ham o'zini boshqara olmaslik bilan vujudga keladi. Posttraumatik stress buzilishni 3 ta turi bor. Bu trevojniy tur, xavotirli turi. Ikkinchi tur bu derealizatsion, depersonalizatsion tur, ya'ni muzlash bilan, dunyoni his qila olmaslik bilan bo'ladigan turi va 3-turi bu depression turi.
depressiv turi, ko'proq depressiyaga bog'liq, xavotirli turi, depersonalizatsion turi va depressiv turini biz borligini aytib o'tdik. Meni nima kaltim chiqdi. Bu tushib qolganini qidirib ko'rmaymizmi? Hop, men kaltim tushib qolganligi haqida ma'lumot. Gullar bilan o'zimni tabriklayman. Kaltim yo'qolib qolganligini gullar bilan o'zimni tabriklayman. Men qidirib kelsam bo'lardi, balki toparmidim. Qisqasi tushuntira oldimmi? Demak, post-travmatik stress buzilishini 3 ta turi mavjud bo'lib, xavotirli turi bu ertaga nima bo'lib qolishidan qo'rqadi, miyada har doim xavotirda bo'ladi, o'ziga, bolalariga, avariya bo'lsa mashina haydashga, sog'likka bog'liq bo'lsa sog'ligidan ayb qidirishga, aytaylik, va o'sha narsalardan qochishni boshlaydi. Agar bu sog'likka bog'liq bo'lsa, doktorxonalardan qochishni boshlaydi, o'zidan kasal qidiradi, davleniya o'lchaveradi, pulsini o'lchaveradi, ko'zini ochib qaraveradi. Ya'ni ipохондрический расстройство deymiz, ya'ni post-travmatik stress buzilishi bitta buzilish bo'lib kelmaydi. Topildimi? Topdingizmi? Post-travmatik stress buzilishi bitta nima bo'lmaydi. Bitta simptom bo'lib kelmaydi. Komorbidniy kasallik hisoblanadi. Komorbid degani ko'p kasalliklar, ya'ni ruhiy buzilishlar birga kelishi. Buning ichida панические расстройства, генерализованное тревожное расстройство, buning ichida ipохондрические расстройства, buning ichida социофобия, buning ichida агорафобия, buning ichida aytaylik derealizaционное расстройство, деперсонализационное расстройство kabi rasstroyство, ruhiy buzilishlar bor. Demak, o'zimni tabriklab oldim. O'zimni tabriklab oldim. Men aytaman-da, assalomu alaykum, meni kuzatayotganlarga men aytaman-da, Alloh meni ko'p erkalaydi. Juda ham ko'p erkalaydi. Mana shu dunyoning eng chiroyli joylarini, eng yoqimli joylarni Xudoim taolo nasib qiladi. Balki mana shu joylarning egasi qiynalayotgandir. Krediti bordir, kelayotgan odamlarni oqimini nima qilish kerakdir, nima deydi, paydo qilish kerakdir, kelgan odamlarga yangi servis qilish kerakdir, kelgan odamlar bilan raqobat, boshqa gostinitsalar bilan raqobat qilish kerakdir. Lekin bu yoqqa kelganingizda rahmat va faqatgina o'zini gul bilan tabriklab, ularga yangiliklar aytib berishda davom etadi. Ya'ni men psixiatr sifatida post-travmatik stress buzilishini aytib beryapman. Demak, post-travmatik stress buzilishi bu juda ham og'ir ruhiy travmalar, masalan, uy yonib ketishi, qo'lda odam o'lib qolishi, avariya bo'lish, kimdir uni qiynashlari, huquq organlariga ish tushishi, chet elda yo'qolib qolish, aytaylik, qamoq jazosi, noto'g'ri narsalarga qo'l qo'yish, kreditga kirib ketish, ko'zini oldida kimdir sudurga berishi, farzandlardan qandaydir bir nima aziyat chekish, ota-onalarni kasalligini ko'rish, reanimatsiyaga kirib o'sha kasallardan qo'rqib ketish kabi og'ir holatlarda post-travmatik stress buzilishi ro'yobga chiqadi. Post-travmatik stress buzilishidan keyin inson shu narsalarni повторный переживаниясini boshdan o'tkazadi. Повторный переживанияsi,
yana qaytadan yashab o'taverish, yana shu narsa bo'layotgandek bo'laverish. Bu tanani qizishi, ichida bir narsa turgandek bo'lish, tushga haligi narsani kiraverishi yoki tushga yomon narsalar kiraverish, miya dam olmasligi, yomon xayollarni kelaverishi. Bu shu kasallikni qayta boshdan o'tkazish simptomiga kiradi. Endi избегание simptomi, избегание degani qochish simptomi. Qochish simptomi bu o'sha vaziyat bo'lgan joylarga bormaslik. Yong'in bo'lgan bo'lsa, gazdan qo'rqish, gazni o'chirib yurish, uydagilarga har kun ertadan kechgacha gazni o'chirdingmi deb aytish, gaz turbalarini ko'rib chiqish. Bu избегание, o'sha olovdan qo'rqish simptomi masalanda, olovdan bo'lgan bo'lsa yoki bu puldan bo'lgan bo'lsa, pul olib yurishga qo'rqish, pul munosabatlaridan qo'rqish, masalan kreditdan bo'lgan bo'lsa yoki kasallikdan bo'lgan bo'lsa, menga kasallar aytmanglar, kasallarni aytmanglar yoki masjidga borishdan qo'rqish, masjidning ichida yomon bo'lib qolish yoki katta yig'inlarga borishdan qo'rqish, избегание. Moshina haydashdan, yo'lga chiqishdan qo'rqish, ko'chaga borishdan qo'rqish. Bu agorafobiya bilan nima qilinadi? Agorafobiya degan diagnoz qo'yiladi. Endi ko'chaga chiqmaydi, birov bilan chiqishni boshlaydi. Va uning ichida davleniya chiqib ketishdan qo'rqish, uning ichida pulsini o'lchaverish, o'zidan kasallik qidiraverish kabi simptomlar ham bo'lishi mumkin. Bu posttraumatik stress buzilishi deyiladi. Shunchalik ham og'ir kasallikki, yomon xayollardan qutulish haqida ayting. Yomon xayollardan qutulib bo'lar ekanmi? Yunusbek, yomon xayollar nimadan paydo bo'layotganligini, hayotingizda qachon og'ir vaziyat bo'lganki, o'shandan keyin yomon xayollar kelganligini biza topishimiz kerak o'shani. Demak, yuqorida aytib o'tganimdek, posttraumatik stress buzilishini ikkinchi simptomi избегание, qochish. Endi boyagi narsalardan qochadi odam. Va uchinchi simptomi endi posttraumatik stress buzilishining uchinchi simptomi bu gipervozбуждение. Tana qotib qolgan, miya qotib qolgan, uyqu yaxshi emas, nima deydi, jahl, asabiylik, hamma bilan urushib qolaverish, o'zini ushlab tura olmaslik kabi shikoyatlar paydo bo'ladi. Demak, endi ikkinchi travma haqida ham aytmoqchiman. Ikkinchi travma bu kompleks posttraumatik stress buzilishi. Kompleks posttraumatik stress buzilishi bu uzoq vaqt, boyagi endi birdaniga bunday portlovchi travma bo'lsa, bu sekin-sekin. Девушки, можно потише? Чуть-чуть потише, чуть-чуть. Posttraumatik stress buzilishi esa judayam uzoq payt davom etadi. Kichkina simptomchalardan iborat bo'ladi. Ya'ni uzoq payt ichish, uzoq payt urushish, yomon oqibatlar paydo bo'luvchi narsalar, siquvga olish, mana shu narsalar bu kompleks posttraumatik stress buzilishi deyiladi. Kompleks posttraumatik stress buzilishi bilan posttraumatik stress buzilishining farqi, kompleks posttraumatik stress buzilishida o'sha boyagi karnivoy simptomlar bilan birga ildizli 3 ta simptomlar, ya'ni bu повторное переживание, избегание hamda
gipervozbуждение bilan yana qo'shimcha simptomlar paydo bo'ladi. Qo'shimcha simptomlar nima? Qo'shimcha simptomlar munosabatlar qilolmaslik. Qarang, qanaqa og'ir. Inson boshqa insonlar bilan munosabat qilolmay qoladi. Uni ichki dunyosida boshqa insonlardan yomonlik kutish, boshqa insonlarga ishonmaslik, o'zini yomonlash, men yomonman, men pulimiz esa kelmaydi, men loyiq emasman deyish kabilar va mana shular bilan birgalikda qo'rquv birga keladi. Qo'rquv, vahima, yomon xayollar posttraumatik stress buzilishida munosabatlar buzilishiga olib kelmaydi. Posttraumatik stress buzilishida inson qaytaniga yaqinlashib ketadi. Men ko'chaga chiqishga qo'rqaman, menga yordam ber, mani oldimda tur, yaxshiyam sen borsan va ayollar aytishadi, mani erim deydi kasallik, mana shu kasal bo'lgandan keyin deydi shunaqa mehribon bo'lib qoldi deydi. Faqatgina agar bu bolalikdan bo'lsa, uzoq yillar davom etgan xo'rlanishlardan keyin bo'lsa, bunday insonlar endi munosabat qilishga ham qo'rqadi. Bular o'z oldiga kirib erga tegmaganlar, o'z oldiga kirib uylanmaganlar, ota-onasidan alohida yashaydigan yolg'izlar yoki bir necha marta uylangan va har safar turmush o'rtog'ini ayblab ajrashganlar bo'lishi mumkin. Men bugun vaqtim bo'ldi va mana shu vaqtdan unumli foydalanish uchun sizlarga posttraumatik stress buzilishi haqida, ya'ni meni soham psixiatrning sohasi bo'lgan bu kasallik haqida ko'proq aytib bergim keldi. Bu sizlarga aytib bergan diagnozimni xalq ichida nevroz deb atashadi. Nevrozda shunaqa og'ir ko'rinishlari bor va bitta konsultatsiya bilan o'sha ildizini chiqarib tashlash qanaqa qiyinligini tushunishlaring uchun men hozirgi bugungi primoy efirni olib bordim. Va to'g'ri efirni yana bir to'g'ri efir qilmoqchiman. Turkiyada chiqargan kitobim haqida. Bu Alvido azizim ataladi. Alvido sevgili deyiladi. Elvida sevgili deyiladi turk tilida. Alhamdulillah bugun yoki ertaga borib o'sha kitobni nashriyotdan olib kelaman va sizlarga taqdim qilaman. Agar kimda nevroz, qo'rquv, vahima, xavotir bo'ladigan bo'lsa, bu haqda sizlarda savollaring bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. 95 166 26 62. Go'zal ushbu shohona qasrdan Zeba Saxnetovanman va sizlarga ushbu mahobatni, ushbu go'zallikni va o'sha go'zallik ichida mani bu bilimlarimga Alloh menga shunaqa oldilarimga gullar qo'yib shunaqa chiroyli kunlarda menga taqdim qilgan uchun hamd sanoni qanday aytishni bilmadim va bilimimdan sizlarga aytish, ya'ni kimlardadir sizlarda yaqinlaringda shunaqa kasallik bo'lsa, bizga murojaat qilish uchun, aytishlaring uchun
efirga chiqqim keldi. Demak, yana qaytaramiz. Nevroz simptomlarini qatdan qarindoshlaringda, yaqinlaringda bilsalaring bo'ladi. Uydan yillar davomida chiqmaydiganlar, odamlar bilan gaplashishdan qo'rqadigan sotsiofoblar, o'zidan kasallik qidiruvchilar, aytaylik, yurak o'ynoqi bo'lib, panik ataka bo'lib o'lib qolaman deganlar, hop, depressiyaga tushib, depressiyadan chiqolmayotganlar, hammalari posttraumatik stress buzilishi diagnozida bo'lishi mumkin va buning uchun chiqib ketish uchun bizga murojaat qilinglar. 95 166 26 62. Xayrlashamiz.